Biznes boshlayotganlarga yana bitta maslahat, mijozingizni qatlamini aniqlashtirib oling, tanlab oling. Ya'ni bu biznes qatlamini. O'zi 3 ta qatlam bor asosiysi. Birinchisi bu narx-navoga qaraydi. Uni prioritetida birinchi narx. Arzoni bo'lsa bo'ldi. Sizni sertifikatingiz ham, garantiya, ularingiz ikkinchi, uchinchi qatorda turadi. Ikkinchi qatlam bu o'sha garantiyangizga qaraydi, dokumentlaringizga qaraydi, mahsulotning sifatiga qaraydi, qaysi muammosini yechib beryapsiz, o'shanga qaraydi, keyin narxga o'tadi. Uchinchi qatlam bu premium qatlam. Ular birinchi prioritetida status, brend, keyin уже hali sanagan narsalarimiz turadi, narx-navosi orqada qayerdadir yotadi. Ana endi o'tirib o'ylab ko'ring. Sizning mahsulotingiz qaysi qatlamga mos, kimga mo'ljallangan, sizning mijozingiz kim? Ana o'shanga qarab turib strategiyani tuzasiz. Ya'ni do'koningizni joylashuvini ham o'shanga qarab turib tanlaysiz. Ya'ni lokatsiya ham juda muhim. U narx-navo, servisingiz va hokazo mingta o'sha narsangizni mana shu narsalarga qarab turib qurishingiz kerak strategiyani. Ya'ni obuna bo'lib olinglar, biznes boshlayotganlarga yuboringlar, bu kerakli maslahatlarni biz beramiz. Biz o'zimiz ham shu biznesning ichidamiz, ya'ni o'zimizni boshimizdan o'tkazayotgan narsalar bilan bo'lishamiz.